Shu ayol bilan o'tgan kuni tunlardan men rozi emasman. Meni qanday xor qilgan bo'lsa, Xudo xor qilsin deb yig'lab chiqib ketgan ekanlar. Oradan 1 yil o'tgandan keyin turmada o'lgan. Bu isnodni ko'tara olmagan yer. O'ligini xotini uyiga olib keltirmagan, qarindoshlar xonadonidan olib borib ko'mgan. La'nat o'qimagan odam qolmagan bu ayollik haqqiga. Oxiri amaldan ketgan, mansabdan ketgan, teylardagi xizmat mashinalari yo'q bo'lgan, bolalar ulg'aygandan keyin teylardagi xizmat mashinalari yo'q bo'lgan, bolalar ulg'aygandan keyin otasini qanaq qilib xor bo'lib o'lganligini eshitgan. Onadan yuz o'girib hammasi chet mamlakatlarga jo'nab ketgan. Oxirida bitta o'zi qolib, o'ligini birov bilgan emas, iyagini bog'laydigan odam bo'lmagan, bir tomchi suv tomizadigan odam bo'lmagan. Shunaqa